Qora ishga rozi bo'ladiganlar arzimagan pul uchun jismoniy mehnat qilib, ya'ni ertadan kechgacha ishlab 2 million, mayli uzog'i 5-6 milliongacha ishlab topishga tayyor. Lekin biznes taklif qilishganda 5 ming, 10 ming dollar topasan, xohlaganingni qila olasan, faqat boshida 1 yil, 2 yil mehnat qilib ber desak, bo'lmagan gap deyshadi. Tanlovlarini hurmat qilaman, ularning fikrlarini hurmat qilaman, chunki hamma o'zini sig'imidan kelib chiqqan holda gapiradi, fikrlaydi. Ko'p misol sifatida aytaman, keling mana shu 1 kilo guruch ketadigan qozonni ushlab 5 kilo guruch sola olmasligimiz aqlimizga yetadi. Lekin mana shu yerda o'sha qozonni almashtirish uchun ongimiz yetib bormayapti. 5 kilo guruch solishim uchun hajmni o'zgartiray degan narsani qilinmayapti. Mana shu joyda shu qiynalib, og'ir mehnat qilib daromad topayotgan insonlarga aytgim keladi. Qaniydi shular ham onglari bilan, miyalari bilan ishlaganda hayotlari o'zgarar edi degim keladi. Agar insonlar o'ziga ruxsat bersa, miya uchun pul tikadigan bo'lsa, fikrlashlarini o'zgartirsa, albatta boylikka ochiladi u insonlar.